هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 163. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-A'raf suresinin 163. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ula yani Yahudiladın deniz yani Kulzum denizi boyudaki Eyle şehrinin ahvalını sorğun. Onun ahalisi beliq tutuş çeklengen gün şembede Allah'ın çeklimisinden çıkarttı. Çünkü şembe günü beliqlar su üstüden ulanın aldığı kiletti. Şembeden gayri günlerde ulanın aldığı kelmeydi. Pasık bolğanlıkları üçün ulanı muşundaq sınayımız. Yahudilanın Allah Teala'nın şembe günüdeki çeklimelerden çıkıp ketkenlik doğrusu da bu ayet Allah Teala'nın aranlardaki şembe günü beliq tutmaslık doğrusudaki şeriat çeklimesinden çıkıp ketkiçilerini qandaq qılğanlığımızını elbette bilseler degan ayetide bayan kılıngan mezmununu tefsili iş berdi. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselam'a mundaq deydi. Ula yani Yahudiladın deniz yani Kulzum denizi boyudaki Eyle şehrinin ahvalını sorğun. Yani sen etrafındaki Yahudiladın ulanın Allah Teala'nın buyruğuna boysunmay hile işletken Allah Teala'nın belgilep bergen çeklimisinden çıkıp ketkenligi üçün Allah Teala'nın azabı duçar bolgan qerindaşlarının qissini sorğun ve Yahudilarni ulanın aşıq qerindaşlarına kelgen azabının ulağım kelip qalmaslık üçün özlerinin kitaplarda uçurtadigan senin süpetlerini yoşuruştan agahlandırgan. Bu ayetning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishaq İkrimadan İbn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U kent Mediyen şehir bilan Turi Sina'nın arlıqidagi Eyle isimli kent idi. İkrime, Mücahid, Katade ve Suddi qatarlıqlar bu kent doğrusida şundaq dedi. Onun ahalisi beliq tutuş çeklengen gün şembede Allah'ın çeklimisinden çıkarttı. Yani ula şembe günü de Allah Teala'nın şembe günü üçün belgilep bergen belgilemesiga qarşı çıkıp Allah Teala'nın belgilemesinden çıkıp gitti. Çünkü şembe günü beliqlar su üstüde ulanın aldığı kiletti. Şembeden gayri günlerde ulanın aldığı kelmeydi. Pasık bolğanlıkları üçün ulanı muşundaq sınayımız. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Cerir mundaq deydi. Biz ulanın beliq tutuş haram kılıngan günde beliqlarni su yüzüge çıkırıp qo'yish bilan ve beliq tutuş halal kılıngan günde beliqlarni ulardan yoşurup qo'yish bilan sınaymiz. Bizning mushundaq sınışımız ularning Allah Teala'ga boysunishdan yiroqlab ketganligi ve Allah Teala'nın buyrug'idan çıkıp ketganligi üçündür. Bular ko'rinishda to'g'ridak amaliyotda harom bo'lgan sabablar bilan Allah Teala cheklagan ishlarni qilish uchun hiyla ishlatgan kishilardir.
imom Abu Abdullah batta Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar Yahudiylar qilib salgan ishni qilib sanmanglar. Agar shunda qilsanglar, eng oddiy hiyla bilan Alloh taolo cheklagan harom narsalarni halol sanab qolasizlar. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odamlar Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilsizlar dedi. Ular, ya'ni vaz nasihat qilguvchilar, Rabbinglarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zri aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunda qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanlari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Ularni maymunga o'zgartib o'tganlik va ularning qilmishlarini to'squchilarni qutuldirganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mush kentdagi kishilarning 3 guruhga bo'linganligidan xabar berdi. Ulardan bir guruh Alloh cheklagan ishlarni qilib, haddidan eshib, hiyla ishlatib shanba kunida beliq tutdi. Bu vaqtdagi bayonlar Sura Baqarada bayon qilingan edi. Yana bir guruh ularni shanba kuni beliq tutishdan to'sib, ularning qilmishlarini ayblab, ulardan ayrilib chiqdi. Yana bir guruh bo'lsa, o'zlari beliq tutmadi, tutqanlarni ham to'smadi. Lekin bu guruhdagilar aybliguchi kishilarga Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun va'zni nasihat qilsizlar dedi. Ya'ni nima uchun sizlar ularni to'ssizlar? Sizlar ularni cho'qim halok qilinadiganligini va Alloh tarafidan keladigan qattiq bir azobga haqliq bo'lganligini bilasizlar. Shundoq bo'lgan ekan, sizlarning ularni to'sqaninglarning foydasi yo'q. Aybligichilar ularga Rabbinglarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zri aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunda qildik dedi. Ya'ni bizning shunda qilishimiz yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish uchun bizdan elingan va'daga vafo qilganligimiz. Ularning bizning to'sqanlarimizning sababidan qilayotgan yomon ishlarini tashlab, tavba qilib Alloh taolo tarafga qaytishini, agar ular tavba qilsa, Alloh taolaning ularning tavbasini qabul qilib, ularga rahim qilishini umid qilganligimiz uchundir. Ular o'zlariga qilingan va'z nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda va'z nasihat qilib, ularning qilmishlarini ayblaguchilarni qutqizib olganligini va gunoh ishlarni qilib, o'zlariga o'zlari uvol qilguvchilarni halok qilganligini bayon qildi. Ammo o'zlarini beliq tutmagan, ham tutqanlarni to'smagan guruhdagilar haqida Alloh taolo hech nima demadi. Chunki mukofot yoki jazo har kimning qilgan qilmishiga qarata bo'ladi. Bular bo'lsa maqtangudek biror yaxshi ishnimi yoki ayblangudek biror yomon ishnimi qilmadi. Ikrima mundaq deb rivoyat qiladi. Men Ibn Abbosning qishig'iga kirsam, u mushu oyatlarni o'qiyotgan ekan. U Alloh halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun va'z nasihat qilsizlar deguchi guruhdagi kishilarni Alloh taolaning qutuldirib qolganligini yoki qutuldirib qolmaganligini bilmayman dedi.
Men onunğa söz qitib, ola qutuldurilib qolganligini tushundirdim. Men söz qitib, ola qutuldurilib qolganligini tushundirdim. Shuning bilan Ibn Abbas menga bir ton keydirdi. La ilaha illallah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida Rabbing ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turdiganligini xabar qildi. Shubhisizki Rabbing osiylik qilg'uvchilarni albatta tiz jazolag'uchidir. İtaat qilg'uvchilarga albatta mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. Yahudilarga xorliqning mangu bo'ladiganligi to'g'risida. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida Rabbing ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Ya'ni ularning Alloh taolaning buyruqlariga, belgilamalariga osiylik qilganligi, Alloh taolo cheklagan ishlarni qilish uchun hiyla ishlatganligi uchun Alloh taolo ularni cho'qim qiyomatgacha qattiq jazolaydigan kishilarni avatib turadiganligidan xabar qildi. Ba'zi olimlar Musa alayhissalom ularning ustiga 7 yil, yana bir rivoyatda 13 yil xiroj to'limini to'lashni yo'lga qo'ygan. Musa alayhissalom xiroj to'limini tunji yo'lga qo'ygan kishidir. Ondan Yahudilar Yunanlık, Keştanlık ve Keldanlık padişahlarının hükümranlığı aslında yaşap geldi. Andın Hristiyanların hükümranlığı ve ulanın xarlışığa ve ulağa cizye ve xiraj tölemlerin töleşki duçar boldu. Muhammed aleyhisselam İslam dinini elip geldi. Şunun bilen ula İslam dininin hükümranlığı ötüp xiraj ve cizye tölemlerini tölep geldi deydi. Bu ayetin ma'nosi haqida Avfi ibn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular qiyomat kunigacha uchrab turadigan qattiq azob bo'lsa, ularning muhtojlikqa qilishi va jizya to'lishidir. Abdurrazzaq Said ibn Musayyibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilarning cizye tölemini eliş üçün Nibti milletinin avatilgenligi ihtimali yaqindir. Yahudilarning en ahirki işi zaman ahir bo'lganda Dajjalga yordamchi bo'lish uchun chiqadi. Shuning bilan musulmonlar Isa alayhissalom bilan birlikda ularni o'ltirdi. Shubhisizki Rabbing osiylik qilg'uvchilarni albatta tiz jazolag'uchidir. İtaat qilg'uvchilarga albatta mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh taolaning azobi uningga osiylik qilgan, belgilamasiga qarshi chiqqan kishilar uchun tizdir. Alloh taolaning mag'firati va rahmati gunohini tonib, tavba qilib, yaxshilikqa qaytgan kishi uchundir. Alloh taolo bu yerda kishilarni umidsizlantirmaslik uchun o'zining azoblaydiganligini bayon qilgan so'zidan keyin o'zining mag'firat va rahmat qildiganligini bayon qildi. Alloh taolo ko'p o'rinlarda bandalarning ko'ngillarini Alloh taolaning rahmatidan umid qilish bilan Alloh taolaning g'azabidan qo'rqish kayfiyotining orasida normal turish uchun azobga oid so'zi bilan rahim qiladiganligiga oid so'zni bir yerga keltirdi. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib o'tdik. Ularning ichida yaxshilarmi bor, yaxshilaridan tuvanlarmi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini halol bilan haromni ayırmay qari qo'yuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mol ularning qo'liga kelsa,
ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qilguvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib o'tmaymiz. İsrail avlodining yer yuziga chechilib ketganligi to'g'risida. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib o'tdik. Alloh taolo bu oyatda Isroil avlodini bir necha guruh qilib yer yuziga chechib o'tganligidan xabar berdi va bu haqda mundaq deydi. Fir'avnni g'arq qilib o'tgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminida turinglar, oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashhargohga kofirlar bilan mu'minlarni aralash elib kelamiz dedik. Ularning ichida yaxshilarmi bor, yaxshilardan tuvanlarmi bor. Ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ya'ni ularni kengchilik, qattiqchilik, qiziqtirish, qo'rqitish, tinch xotirjamlik ato qilish va baloyi ofatlarni berish bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qari qo'yaq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Ya'ni arasida yaxshi va yomonlari bor bo'lgan bu avloddan keyin arasida hech qanday yaxshisi yo'q bir avlod keladi. Ular Tavratni o'qishga varislik qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatoda mundaq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, bu albatta o'zlarining payg'ambarlaridan keyingi Tavratga varislik qiladigan eng eski avloddir. Alloh taolo ularni payg'ambarlaridan keyin mirosxo'r qilib qo'ydi. Ularga Tavratni ahdi qilib berdi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qari qo'yuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deb Alloh taoladan quruq arzularni qilib, shuning go'llanib yurishdi. Shundoq pul mal ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Ya'ni ularning qo'liga shu pul mallarni ilishdan ularni hech qanday narsa to'sab qola olmaydi. Hech qanday narsa ularni bu puldan qaytarib etolmaydi. Ular qo'liga tushgan lekin mol dunyoni uning halol harom bo'lishi qaramasdan yeyaverdi. Suddi Alloh taolaning ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qari qo'yaq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplagan, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Isroil avlodlari bir qozining oldiga uning hukm chiqarib qo'yishini talab qilib borganida uningga para berdi. Shuning bilan ularning yaxshiliklari bir yerga to'plashib, hukm qilganda para olmaslikqa o'zaro bir-biridan va'da oladi. Ondan ularning ichidan birer kishi qozilikqa tayinlangan hamonlar para elishga boshlaydi. Uningdan nima uchun para olasan deb so'ralsa, u Alloh taolo meni afu qiladi deb javob berdi. U qozining shu qilmishini qolganlari ayblaydi.
Agar u qozi o'lsa yoki huquqidan qoldirilib, uning o'rniga burun ayblaydiganlarning biror kishini saylab qo'ysa, umi o'xshashla pora elishga boshlaydi. Agar boshqalarg'imi dunyoning eng arzimas pul meli kelsa, uni eliveradi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Ya'ni Alloh taolo ularning haqiqatni kishilardan yo'shirmasdan oshkor bayon qilishga ahd olgan bo'lsa-mu, lekin ularning yana shundoq yomon ishni qilganligini aybladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: o'z vaqtida Allah kitob berilganlar, ya'ni Yahudilardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yo'shirmaslikqa ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular oqsiga cho'rib etdi va uni ozg'ina bedelga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olg'ini nima degan yomon? İbn Jarir, İbn Abbas radıyallahu anhumaning Alloh taolaning kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqnila aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi degan oyatining ma'nosi, Yahudilar o'zlarining tavba qilmay davomlashtiraveradigan gunohlari uchun bizni Alloh taolo afu qiladi deydigan so'zlarida Alloh taologa haq so'zni qilishga ulardan Tavratda chin va'da ilinmadimi deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qiladi. Haromni tark etib Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Ya'ni Alloh taolo ularni o'zining beradigan savobining ko'pligiga qiziqtirdi. Ularni azobining qattiqligidan ogohlantirdi. Ya'ni mening beradigan savobim va mening tayyorlagan mukofotim harom ishlardan saqlangan, ko'ngil xohishiga ergashmagan va o'zini Robbining taatiga yuzlandirgan kishilar uchun yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? Ya'ni mening dargohimdagi mukofotlarni bu dunyoning arzimas pul mollariga tegishgan ashu kishilarning o'zlarini mundaq ahmoqlikdan qaytaradigan bir aql yo'qmi? Bir aqli yo'qmi? Ondan Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga ergishishga yetaklaydigan kitobi bo'lgan Qur'on Karimni chin tutadiganlarni maqtab mundaq deydi: kitobni mahkam tutadiganlar, ya'ni Qur'on Karimni chin tutib, uning buyrug'iga bo'ysunib va uning to'sqan ishlaridan yanadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. O'z vaqtida Tur tağını qo'mirib, ularning ustiga soyivandek tikladik. Ular tog'ni ustilariga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. Yahudilarning haddidan bek eshib ketganligi uchun boshlarining ustiga tur teg'ining tiklanganligi to'g'risida. Bu oyat haqida Qosim ibn Abu Ayyub ibn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musa alayhisalom Isroil avlodini Baytul Muqaddas tarafga elib mangdi. Musa alayhisalomning ochchig'i pasaygandan keyin taxtini yerdan elib Isroil avlodini Alloh taolaning ularga yetkazishga buyurgan vazifalarini qilishni ularga buyurdi. U vazifalarni o'rinlash ularga ig'ir tuyulib, hatta Alloh taolo ularning boshlarining usti tarafiga tur teg'ini farishtalar orqali soyivandek tiklab qo'ygan qadar ular bu vazifalarni qabul qilishga unumadi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf'dan 171. oyatgacha angladinglar.
oxirini keyingi o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.